Voy voy, hamma joy o'rsib yotibdi. Bu kelin o'tirgan. Oyijon, kecha nevarangiz uxlamay chiqdi. O'shanga o'zim ham uxlab qoldim. Hozir yig'ishtirib qo'yaman. Nimani hidi? Ha? Uf! Shunaqa ham sassiq bo'ladimi? Ha, kelin deb kim aytadi? Soat 5 gacha sasib, uxlavermasdan soat 4 da turishni o'rgan. Mastava qiling. Xo'p bo'ladi. Go'sht kam bo'lsin, baribir qo'lingiz shirinmas. Oxirgisi emas, kelin. 2 tog'ora somsani kim qiladi? Ertaga gapim. Bo'ldi! Jonimga tegib ketding. Bir kun o'ldirib qo'yaman seni, tushundingmi? Ay, Baxtiyor, yo'qol! To'ydirib bording! Voy doktor, kelinimga nima bo'pti? Xola, vahima qilmang. Keliningiz bilan hamma narsa joy-joyida. Faqat keliningizda ozgina surunkali charchoq bor. Uni ustiga yaqinda tug'gan ekan. Tug'ganiga hali 2 oy ham bo'lmagan ekan. Demak, oilaviy qandaydir muammolar bormi, tashvishlar bormi? Demak, kelinning ustidan bosim bor ehtimol. Voy, qanaqa bosim? Qanaqa charchoq? Nima qildi bu charchoq? Ha, bizani davrimizda qanaqa ishlar qilardik, doktor? Olib qoling. Jon doktor, olib qoling shu kelinimni. Men keliningizni olib qola olmayman. Bu psixiatriya больницасida olib qola olmayman. U psixiatrik kasallik emas. Oylar davomida, yillar davomida surunkali charchog'i bo'lgani uchun sizni bitta o'sha qozon chochig'ingiz, lattangiz oxirgi portlash bo'lgan. Men keliningizni iltimos menga больницада olib qoling deb yolvorsangiz ham olib qolmayman, chunki keliningiz bizani больницада qoladigan holatda emas. Keliningizga faqat yaxshi o'xut, mehr, e'tibor, g'amxo'rlik kerak xolos. Agar siz uni qila olmayman deydigan bo'lsangiz, ana bemalol onasiga bering. U birovni qizi, ehtimol onasi uni olib, o'zi g'amxo'rlik qilib mehr beradi. Yaxshi aytdingiz. Onasinikiga jo'natib yuboraman. Voy Baxtiyorjon, bolamga boshqa kelin topaman.